Yaxshi va yangi o'zgarishlar sari yo'l bu o'zimizni ichki energiyamizni, quvvatimizni to'g'ri yo'naltirishimiz orqali o'z imkoniyatlarimizni ochamiz. Misol uchun kambag'allik ongidan chiqamiz. Bu joyda jertva holatidan chiqamiz. Alloh nima missiya, nima vazifa, qanaqa ish bilan, vazifa bilan yuborgan bo'lsa, misol uchun qalb kasbimizni o'shani topamiz va albatta masterlik darajasigacha chiqib, qobiliyatlarimizdan Alloh bergan hamma imkoniyatlarni ishga tushiramiz va bu yo'lda harakatdan to'xtamaymiz. Ongimizni o'zgartiramiz, hayotimiz avtomatik tarzda o'zgaradi shunda. Yaxshi hayotni, eng zo'r imkoniyatlarni yaratib ketaveramiz va albatta imkoniyatlar eshigi cheksiz ochilaveradi. Alloh bu joyda doimo bizni qo'llab-quvvatlayveradi. O'zlikni hammani boricha qabul qilib tan olishimiz shart bunda. O'zimiz uchun qulay hayotni yaratib olamiz. Boylik, zo'r munosabatlar, albatta balansda, garmoniyada, muvozanatda bo'lsakkina ana o'shanda hayotimiz zo'r bo'ladi. Boy badavlat bo'la olamiz, sog'lom, bardam, baquvvat, energichniy, pozitiv energiyada bo'la olamiz va albatta hayotimizga xuddi shunaqa biz o'ylagan orzu, xohish, maqsadlarimiz oson, yengillik bilan tabiiy ravishda kirib keladi. Shu oqimda davom etaveramiz.